Assalomu alaykum. Qarang, hozir juda kech bo'lishiga qaramasdan mana oxirida Gentra avtomobil desang ham bo'ladi, chunki kuni bo'yi biz mana pechka tozalash xizmatini ko'rsatib qilib berdik. Ukamiz mana Qashqadaryodan keldilar, mashina pechkasi isitmayapti. Mana hozir tozalab beramiz, xudo xolasa. Bismillah. Ana qo'shchi apparatni. Svetini yo'q. Mana qilgan normal davleniya chiqmayapti. Qashti yangi mashina bu ham. Gentra avtomobili. Voy, mana qaranglar. O, qadbutani pechkani klinis tashab qo'yganga o'xshayapti. Voy, onasi zo'rg'a chiqib ko'rdinglar. Taxometr ko'taradi. Manometr. Mana shu ko'rdinglar mana musulni. Qanday ishni bunaqa musuldan keyin pechka isitmaydi, chunki pechkani kanali juda kichkina bo'ladi. Shu kanallarga mana shu shag'al klinis turib qolsa toshlar. O, yana chiqyapti. Avtomat rejimi turibdi. O'zi chapga, o'ngga gidro udarlari bilan dik uradi. Xudo xolasa, pechka ham issiqqina bo'ladi mana. Voy, voy. Mana bo'lmasa. Ko'rdinglarmi akalar? endi bu tomondan Oyningiz parlanib, sovuqda qiynalib bo'lsangiz, agar hamma joy pompa hammasi yaxshi bo'lsa, termaslarda, shunda ham pechkangiz isitmayotgan bo'lsa, mana shu xizmatimizdan foydalanib ketsanglar, 200 ming bilan 250 ming bilan mashinasiga qarab ishinglar hal bo'lib ketadi. Xudo xolasa, tarpetkani yechib, bir kun vaqt ketkazib o'tirmaysizlar akalar. Kelasizlar, pechka xizmatimizdan foydalansizlar. Xudo xolasa, mazza qilib qishda yoz iforini his qilib yurasizlar akalar. Salomat bo'linglar. Shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, Amark Proga murojaat qilasizlar. Sovuq juda ham tilim ham kelmayapti.